Bugungi mashq grut uchun. Ushlab, ko'tarib oldik. Ko'targandan keyin yelkamizni pastga tashlaymiz va mana bu tirsagimizni ozgina tashqari tarafga chiqaramiz. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Ko'tardingiz и ikki yonboshga tashladingiz, pastga qo'lingiz tushib ketmadi, tepaga chiqib ketmadi va yelkangiz ham bitib ko'tarilib qolmadi. Pastga tashlab olasiz, grut ko'tarasiz va itarasiz. Itarganda grut ko'tarilib turish kerak. Yelka bilan itarmaslik kerak. Mana ko'pchilik og'ir kelgandan yelka bilan itaradi. Yelkani orqada qoldirish kerak, grutni ko'tarish kerak. Pastga, tepaga oyoq qanday turish kerak, grut qanday turish kerak, o'tirish hammasini ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Qani ketdik. Grutni ko'tardik. Yelkani pastga tashlab oldik. 1 2 3 xuddi shu holatda qilinadi.